Mening dadam kasal bo'lib vafot etuvdilar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zi biz bunaqa video qo'ymaymiz ancha munchaga. O'zimni hamsoyam mana shuni kasal bo'lib qolgan ekan, jigar seroz. Endi ro'za Ramazon oyi, oldi bayram. Bu videoni ko'rdimi? Akamiz video qilgan ekanlar. O'zimni vijdonim qiynaldi. Erta bayramni qanday o'tkazamiz? Bu hamsoyamiz mana bunaqa dard bilan qiynalayotgan bo'lsa-da, vijdonimiz qiynaldi. Shunga bachalardan maslahat qilib, shu akamizni bitta mashina qilib qo'yaylik deb hozir oldilariga keldik. Akamiz Suhrob aka Samarqand viloyati Urgut tumaniga turadilar. Necha yildan bo'lsa jigar seroz aka? 7 yildan beri jigar serozi, 13 yil bo'ldi shu kasalni boshlanganiga o'zi. Serozga o'tganiga 7 yil bo'ldi. Hozir qonunlariga suv yig'ilayotgan ekan, hozir layoqatsiz bo'lib qolgan ekanlar, o'sha harakat qila olmay ekanlar ko'p. Endi majburlikdan bo'lyapti hammasi. Aka, necha pul yig'ildi dedingiz? Necha pulim bor dedingiz? 120-130 millionday pulim bor. Ha. 250 million, 300 milliongacha Ketadi deyapti. ketadi deb aytishdi. Agar ko'ngillaringga bo'layotgan bo'lsa, ehson qilsanglar, men arziydi deb o'ylayman. Chunki sharoitlari og'ir beryapti. Farzandlari bor ekan, o'z mana kamerani ushlab turibdilar. Endi bilmadim, men o'zimni vijdonim yomon qiynaldi. Hozir mana fitr sadaqa degan narsa bor. Ana shu narsalarni nasib bo'lsa mana shu odamga ishlatsanglar, Alloh taolo inshaalloh nasib bo'lsa mana shu yaxshi ish bilan barchamizni jannatga jamlasa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu kishini kartalari 56 14 68 14 19 13 18 79 Hamrayev Suhrob Uzkart kartasi. Akamizning telefon raqamlarini, aka telefon raqamingizni ham ayting. 88lik 898 66 55. Mana shu ulug' oilaga nasib bo'lsa, Alloh taolo roziligi uchun mana shu yaxshi ishga biza qo'l urdik. Sizlar ham nasib bo'lsa inshaalloh shu yaxshi ishga o'z hissalaringizni qo'shsanglar, inshaalloh Alloh taolo mukofotini beradi. Odamga ham chunki qancha yordam qilsa shuncha xizmat qiladi. Bu hamma narsa, bu uy joy, hamma joy, hamma narsa ko'p yetadi bunisi. Faqat yordam qilsalar, Xudo shunga qarab maqladi. Alloh taolo shuncha tanijonimizni sog' qilib qo'yibdi-da va mana shu odamlar o'rniga biz ham bo'lishimiz mumkin edi. Shunga agar yordam qilsanglar yaxshi bo'ladi. Mana bu jiyanimizni ham dadasidan shunaqa kasallik bilan o'tgan. Allohning roziligi uchun ehson qilsanglar yaxshi bo'ladi. Ehsonning mukofoti ehson deydi-ku. Nasib bo'lsa joy bo'ladi. Mayli, sog' salomat bo'linglar, hammamiz Alloh taolo suygan bandalarning qatoridan qilsin.